Yana bitta yangi mahsulotimiz keldi. Buning oti garaj shokolad. Bu bolalar va kattalarga juda ham yoqimli bo'lgan mahsulot hisoblanadi, chunki buning tarkibida omega 3, kalsiy va D vitaminlari bor. Bilamizki, omegada DHA bo'lib, bu baliq yog'idan olinadi. Hozirgi kunda ko'pgina vegetarianlar, parhezlarida rioya qiluvchilar ham soni ortib bormoqda va ular mana shu mahsulotlardan, ya'ni baliq yog'idan deyarli foydalanishmaydi. Bu omega 3imiz to'yingan yog' bo'lib turib, undan hidsiz bo'lgan hisoblanadi bu va bu mahsulotimiz miya faoliyatini oshiradi. Undan tashqari Alsgeymer kabi kasalliklarni oldini oladi. Undan tashqari bolalarning o'sish qobiliyatida ham juda ham yaxshi yordam beradi. Ko'rish qobiliyatiga yaxshi yordam beradi va undan tashqari tarkibida yana kalsiy miqdori bor. Kalsiy bilamizki, mushaklarning harakatlanishi uchun juda ham zarur bo'lgan modda hisoblanadi. Tanani deyarli 99%ni suyak, tishlarga bo'lsa, qolgan 1% esa qon mushaklarda va tananing boshqa to'qimalarida bo'ladi. Bu sog'lom suyak va tishlar uchun juda ham muhim hisoblanadi. Kalsiy suyak shakllanishida, rivojlantirishiga yaxshi yordam beradi va ayniqsa bolalarda o'sish davrida va undan tashqari kattalarda ham suyak sog'lig'ini, ya'ni suyaklarda bo'lgan muammolarni oldini olishga yaxshi yordam beradi. Keksa insonlarda bilamiz, suyak zichligi yo'qolishini ham olib kelinadi. Shu miqdorda bularni kattalagan bersak bo'ladi. Kalsiy yurak mushaklarini qisqarishi va boshqarishda ham muhim rol o'ynaydi. Bu esa yurak urish tezligini normal chegirmalarda ushlab turishga ham yaxshi yordam beradi va yurak xastaligining rivojlanishini xavfini ham kamaytirishga yaxshi yordam beradi. Kalsiy yetishmovchilik bilan shuningdek soch tirnoqlar sinishi mumkin va mushaklar spazmlari, turli xil ekzema, yurakning tez urib ketishi, qon bosimi ortib ketishi, asabiylashish, uyqusizlik va depressiya ham paydo bo'ladi agar insonda kalsiy yetishmasa. Mana shu mahsulotimiz garaj shokoladimizda bor. Undan tashqari 3-ichidagi kerakli bo'lgan modda bu vitamin D3 hisoblanadi. Bu organizmdagi kalsiyning to'planishiga yaxshi yordam beradigan mineral bo'ladi va kalsiyning ichaklardan so'rilishini oshirishga yordam beradi. Qondagi kalsiy miqdorini ushlab turib, suyak rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bu esa suyaklarning sinishini, mushaklarning burishi, suyak reza balansini, mushaklarning yo'qolishi kabi muammolarni osonlikcha yengishga yaxshi yordam beradi va tishlarimiz, tish sohalaridagi ham yaxshi yordam beradi. U o'sib borayotgan yoshdagi bolalarga ham yaxshi yordam bergani bilan birga miya faoliyatiga ham yaxshi yordam beradi. Hujayralarning ko'payishida ishtirok etadi, terini yangilanishi uchun ham juda ham muhim hisoblanadi. Dengiz mahsulotlariga allergiyasi bo'lgan insonlarga vrach tavsiyasi bilan beriladi. Aziz do'stlar, Ersa kompaniyasining yangi mahsuloti, ya'ni garaj shokoladi mamnuniyat bilan qabul qilasizlar degan umiddamiz. Bu nafaqat ichimlik, balkim foydali